qaranglar, bizda ertagidan уже shturm boshlanadi ishda, graduslar pasayadi, o'shanga shunaqa bozorlar qilib oldik. Qaranglar, hozir sizlarga Walmartdan kelgan narsalarni ko'rsataman. So'vinlar bolalarga, mana bu tinmoqda. Pasta и mana bu ham sovun. Mayonez, so'yonli bodring mana, bu yerda bolgarskiylar shunaqa, и mana bunaqa cheese. Mana shu cheese rosa yaxshi, olib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Amerikadagilar bo'lsa, bolalarga rosa yoqdi. Bu yerda mana bunaqa bodring. Hozir olmayapti deysizlar, lekin mana bunaqa zero sugarli chocolate chip mana, pechenka mana bunda ham shunaqa yana chocolate chipli, mana qaymoqdek xullas. Pastasi bizda rosa ko'p ketadi. Gouda cheese mana. Men boshqachasini aytdim, lekin bular boshqachasini olib kelib qo'yibdi. И bu yerda gamburgerga cheese, mana Philadelphia cheese. Hop, sgushonka qizlar, mana. Mana bu iriska bor. Sizlarga bundan oldingi istoriyada ko'rsatdim-ku, shunaqa iriska mana karamel. Mana bu qizlar, kстати, qaymoq. Mana shuni olib ko'rsanglar, mazasi yaxshi ekan. Buni ham sizlarga tavsiya qilaman. Olib ko'rishinglarni. Yana bitta sgushonka mana. Bu yerda mana olma и kartoshka, yogurt bolalarga. Yogurt ham olganmiz, bu ham zero sugarli. Iloj boricha o'sha shakari yo'q, shu shakari kam narsa olishga harakat qilamiz. Bu yerda piyoz bilan bu ham kartoshka menimcha, kartoshkadan ikkita qilaman. И mana bu yerda shuncha suv mana, bizda suv rosa ketadi. Non. Nondan ikkita etuvdim, menimcha bitta olib kelib qo'yibdi. Mana bu yerda chesnok, bu yerda ko'k piyoz, xullas bu yerda bunaqa zelinlar-da, bu yerda qulupnay bilan banan. Sizlar Walmartdan qilgan bozorliklarimiz $170 ga aylandi. Menda savol, sizlar yashayotgan joyda $170 ga qancha narsa olsa bo'ladi? Menga kommentariyada javob yozib qoldiringlar. Shu bozorlik sizlarga odatda qanchaga yetadi? Va albatta bozorlikni haftasiga qilasizlarmi yoki oyigami sizlardan? Men komment kutib qolaman. Rahmat.